Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ichingizda bittangiz navbatchi bo'lsin. Ana shu navbatchi bizni bomdodga uyg'otur. Shunda Bilol ibn Raboh bu odam Habashlardan bo'lganda, "Men uyg'otaman ya Rasululloh, men navbatchi bo'laman." Sahobalar hammasi bo'pti, Bilol navbatchi bo'ladi, ertalab azon aytadi, hamma uxladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ham uxladilar, hamma tin oldi. Lekin Bilol ibn Rabohning o'zi ham uxlab qoldi. U shuncha lashkarning ichidan birinchi bo'lib Rasulullohning o'zlari uyg'ondilar. Rasulullohning yuzlariga quyosh tushib uyg'otdi. Shunaqa bo'lishi mumkin payg'ambarimizdan. Bo'lishi mumkin. Mana o'sha işte. Sahobalardan ikkitalari ihtilom bo'lib qoldilar. O'sha joyda tayammum vojib bo'ldi. Tayammum o'shadan qoldi. Keyingisi hamma Bilol ibn Rabohni qo'yib ketdi. Qanaqa odamsan, senga ishonib biz uxlasak, o'zing ham bunaqa bo'lsan. Qo'ymaylar Bilolni dedilar. Bu Allohning ishi dedilar. Shu bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bomdodni sunnatini o'qib berdilar, takbir tushirdilar, farzini o'qib berdilar. Uxlab qolgan odam qanaqa namoz o'qish kerakligini ko'rsatib berdilar. Lekin umum xulosa, birodarlar, uxlab qolish uzrga o'tar ekan. Na uxlab qolding, andam-mandam. Birodarlar, odam uyqu yarim o'lik. Yarim o'lik. Uyqu uzrga o'tar ekan. Chunki kitobda uxlab yotgan odam uyg'onmagunicha gunoh yozilmaydi.